Xorijiy davlatlardan olib kirilgan avtomashinaning ishlab chiqarilgan yili o'zgartirilgan bo'lsa, ayrim yurtdoshlarimiz mana shunday holatga duch kelishgan. Mashinafurushlardan chet davlatlarda foydalanilgan avtomashinalarni sotib olishgan. Ozgina vaqt o'tgandan keyin bojxona qo'mitasi ularni sudga bergan. Sud qaroriga asosan ulardan qo'shimcha avtomashinani rastamoshka qilish uchun to'lovlar undirilganligini guvohi bo'lamiz. Bu qanday sodir bo'ladi? Avtomashinani chet davlatdan olib kirmoqchi bo'lgan shaxslar uni lyotalarga, ya'ni imtiyozlarga tushishi uchun ishlab chiqarilgan yilini o'zgartirgan bo'lishadi. Biroz muddatdan so'ng bojxona qo'mitasi avtomashina ishlab chiqarilgan davlatning vakolatli organiga so'rov xatlari yuborishadi va olingan ma'lumotlardan ko'rinadiki, rastamoshka summasini kam to'lash uchun avtomashina ishlab chiqarilgan yili o'zgartirilgan bo'ladi. Shunda bojxona organlari avtomashinani kimning nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa, mana shu odamni sudga berishadi. E'tibor bering, olib kirgan shaxsni emas. Bu sizga tushuntirishimiz kerak bo'lgan juda ham murakkab jarayon. Agarda sizda ham mana shunday muammolar sodir bo'layotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling, biz batafsil sizga tushuntirib beramiz.